Yo, hammaga salom. Bugun sizlar bilan Javohir, Ayubxon, также Qabila Crew, Sinikir и hamma shu yerga akalar, bolalar, qizlar. Bugun biza Shahlo Oktamovaga Qizil nomli klip olamiz. Ayub, taassurotli. Taassurotli, ajoyib. 1,5 soatga, точнее 2 soatga deyarli kech qolyapmiz. Klip kadrini qo'yishni boshladik. Где-то 15 minutlarda tayyor bo'ladi. И mashina bilan hozir проезд kadrlarni olamiz. И undan keyin mana bu yerda parkovkaga o'tamiz. И в целом по технике у нас как o'tamiz. Kamera Sony FX3, объектив Zo Prime, Tennisni kompoti, a также yashillarda. Ajoyib. Mana buni yoqsa bo'ladi, mana bu yerda. Buni hozir olmaymiz, to'g'rimi? Buni hozir emas. Aylanib kelib olamiz. Proxoddan olamizda. Просто parkovkani o'rniga mana shu olib qo'ya qolaylik davomida. Yechini maykasi Sony. Yugurishga chiqdi. Yaxshi material berib, сразу o'zi hamma narsani yopib olish kerak-da. Depa, yaxshi hit chiqsa, da, качество hit chiqsa, bo'ldi, qolgani kerak emas narsa. Но bu yoqda там мне всё равно есть что сказать. Qizil klipiga Qizil qo'shig'ini klipini syomkasi bo'lyapti. И bu birinchi kadrlar. Этот трек мне нравится, кстати. Не нравится? Нравится. Охуенный трек. Ular furqat qildik yo'q. Прикольно. Bu animatsiya bo'ladi. Да, охуенно. Нихуя себе! Все, hammasi cho'tki. Manda gol kadr. Mana qaro. Nima deysiz? Короче, biz hozir birinchi proyezdni oldik, hozir rakursni o'zgartirdik и ikkinchisini boshlaymiz. Yo, biz ikkita kadr tushirdik. Hozir rakursda yaxshi chiqdi. Mashina bilan, avtogriplar bilan. Hozir playback ko'ramiz. Yo'qotdim Shahlo, qanaqa taassurot? Hozirgi yaxshimiz. Goldlardan biri. Валла hamma ishda, Qabila Crew все свои здесь, hamma godlashyapti. Ha, bu Toshkent reperlar yig'iladi. Bugun biz parkovkada kadr olamiz. Bu yerda prinsipi tepada dejurkalar borgan hammasini baltga almashtiramiz. Bitta kontrol svet tashlaymiz. Aperture Nova 2:1. Blair CG, который Ayub должен был анонсировать этот прибор. Лично Aperture попросил. Вот. И buyoqdan bitta kamera tarafdan, chap tarafdan bitta risunka beramiz, mягкий такой, yuzida yaxshiroq ishlash uchun. В целом shular hozir и ozgina захейзерить qilamiz, чтобы в принципе типа tonalniy perspektiva berish uchun. Natijasini ko'rasizlar, o'zingizlar aytib ko'rasizlar. Mana regulirovka qilsa bo'ladimi? Да, конечно, любой цвет qilsa bo'ladi. Aniga qilaylik, mana bu joyga. Boyaga kadr qo'ydik. Amina. Tegidan aniq kiymaydi deyapmanmi? Nima? Naborot o'sha, lekin Naborot mana shu narsa. Zo'r qarmang. Olish mehnat qilishyapti. Bizani klip syomkamiz davom etyapti va уже bu yerda oxirgi kadrlarni olamiz. Keyin boshqa sahnaga o'tib ketamiz.
Sizga qofiya kechirasiz. Более спокойныйroq olib ko'ramiz, xo'p? Zo'r chiqdi lekin. Qancha yo'llarni oshmas, endi taomga yetmaydi tuzing. Ishlovimizni на самом деле syomka zo'r bo'lyapti. 2 soat 2 bo'ldi kechqurungi. Qorni ochdi ozgina. A tak в целом olib qarasak, syomka zo'r. Mazza ishlovimiz. Ijod bo'ladi endi ancha qiziq. O'tirman bo'lsa ham qiziq. Afsus, eshitib joklaring. Bilmagandim deding bunchalar so'z. Hop. Biz hozir mashina bilan kadrlarni olib bo'ldik. Deyarli oxirgi kadrimiz qoldi. Keyin Nukus zavideniyasiga kirib ichkaridagi kadrlarni olamiz. Juda вот ko'rasizlar, komanda ishlayapti. Juda yaxshi kadrlar chiqyapti. Ozgina charchadik. No, xudo xolisa oxirigacha zo'r qilib yetkazamiz. Shunaqa gaplar. Kir. Aka ko'rsatdi lekin Qanaqa qo'ysak? Orqada turmaydi. Eshikni yopamizmi? Bu borib ko'rsatma, premyer. bu reperlar. Tayyormisiz? Ko'ryapsizmi? Все, boshlasak bo'ladi. Oysam haqiqatni bitta argument bilan yopiladi yuzing. Qancha yo'llarni oshmas, endi taomga yetmaydi tuzing. Dim yo'q bo'lib qoldi-ya. Oysam haqiqatni bitta argument bilan yopiladi yuzing. Qancha yo'llarni oshmas, endi taomga yetmaydi tuzing. Qo'llamani yoplasam, lekin men yaratganman bu tezim. Ushni kadrlarni oldik hozir. Hammasi o'ylangan vaqt bo'yicha ketyapti, to'g'rimi? Yo'q. O'ylamagan vaqt Soat bo'yicha. ko'rsatib qo'ying, soat ko'rsatib qo'ying, necha bo'lgan? Soat 2:48. Yes. Спасибо. Кету tepaga. Ребят, поднимаемся наверх. Нукус. Düşer çifte iyi mantıklı yurdu. Olamaydi. Qo'qqisdan qilamiz bunaqa narsalarni. Короче, biz 1-2-3 ga O'pishamiz. yo'q. Şahlo mu? Ha, okey. Şahlo kargolda. Ha, okey. Bora afsus, eshitdim tiraklaring. Bilmagandim dedim bunchalar so'z. Damn, nosog'lom hislaring. Jahon tayyor. Ana mashina o'tish kerak. Ты в кадре. Я знаю, Saqlab ketdi. Zo'r. O't keting. O't jo'q. Stop. Bitta shakllasida bitta bundan ushlaysiz, как бы tortgandek. Shundan o'tirasizda, bunaqasi kameraga bundoq qarab berasiz. Hop. Ekran ortidagi do'stlar, agar imkoniyatingiz bo'lsa, pastda kartalar qoldiramiz, shu bolaga bitta futbolka olib berishga. Iltimos. Yo'q, yana bitta oxiriga qila olamizmi? Sal sentrda bo'lmay qolibdi-da, Shahlo. Slipoy, более slipoy zonada. Men ba'zan qayerdadir suraveraman. Qolgan narsalarni olib tashlayman. 2, 3, начинай. Oysam haqiqatni bitta argument bilan yopiladi yuzing. Qancha yo'llarni oshmas, endi taomga yetmaydi tuzing. Qo'llamani yoplasam, lekin men yaratganman bu tezim. Ijod bo'ladi endi ancha qiziq. O'tirman bo'lsa ham qiziq. Ming bora afsus, eshitdim tiraklaring. Bilmagandim deding bunchalar so'z. Jayon endi istaras. Roninda ligida paka olib o'tirdim, keyin bemalol o'tkazamiz, personajga vaqt ketib qoladi. Ikkita rakurs olamiz, kadr olamiz, bo'ldi. Lekin ikkita maniken sudirash bilan
Qalay tezroq o'tadi? Chotka. Charchamayapmi? Charchab. Otabek aka, astaran sal suraylik chapga. Chap tarafdagisini. Orqarog'iga, to'g'ri? Orqaroqda. Voy, zo'r. Yana olgan harakatlar. Da, zo'r. Tepalarga qarab ishlaymiz. Bobur aka, oyoqdan boshla olamiz, chiqishlaridan. Zo'r. Sochni chochib yuboramiz. Lokatsiya to'g'risida oxirgi kadrlarni olyapmiz. Скорее всего, tugatamiz. 2 soatda. Ochdim haqiqatni bitta argument bilan yopiladi yuz. Zo'r. Kelgan endi taomga yetmaydi tuzing. Keksalarni istamas, javob yozishga hech urinmas. Shunchaki hazil. Bir, 2, 3 ket. Bo'ldi. Yaxshi, davay. Oxirgi protsentdamiz. Hayot существованиyaning oxirgi protsentidamiz. И oxirgi kadrdamiz. Hozir qani? To'ybekdan qarang. Artist qanaqa charchamadi, hammamiz hayronmiz hozir. Sog'lom hislaringni yetkazish uchun o'zingga kerak producer. Ob-havoga qarab o'zgaradi teringda tuz. Ochdim haqiqatni bitta argument bilan yopiladi yuzing. Qancha yo'lama oshpaz endi taomga yetmaydi tuzing. Chayon endi istarasiz. Filga qo'yib kechirasiz. Yaxshi. Спасибо большое. Bizda 14 soatlik syomka bo'ldi. Hozirgina oxirgi kadr oldik. Ayrim kadrlarni ola olmay qoldik, к сожалению. Но, наверное, yaxshilikka Xudo shuni xohlabdi. Ayub xomiy fayzimizni bersan, Ayub nima deb qo'ying? Ну, в принципе, juda chiroyli narsa oldik, chiroyli kadrlar bo'ldi. И montajda ko'ramiz avazaga qanday sehr jodular. Mo, brat. Xudo xolasa rezultat zo'r chiqadi. И smena konchina, hammaga rahmat. O, Otabekga.